Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini 9-darsini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi o'tiladigan darsimizda men prezentatsiya qilmadim, chunki unaqa nima deydi, qiyin mavzu emas. Bizda bugungi gaplashadigan mavzuyimiz market structure shift. Mana shu market structure shiftdan biz qanaqa foydalanishimiz kerak. Xo'p, birinchi bo'lib biz market structure shift o'zi ma'nosini tushunib olsak, ma'nosi bu o'sha struktura buzilishi, ya'ni narx masalan trend kelib turib mana shu buziladi-yu. Mana shu buzilishi bizda mana shu market structure shift deydi. Va buni qisqartmasi bizda MSS deb ataladi va bundan biz qanaqa maqsadda foydalanamiz? Bugun o'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda masalan birinchi o'chirtda bundan oldin biz bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu displacement bo'ladi. Displacement o'zi nima degani? Bu masalan narx pastga tushib kelyapti, to'g'rimi? Tushib kelganda bizda narx bilsanglar atkat beradi. Mana shu tepaga atkat bergan joyda bizda yana narx o'sha impulsli harakat beradi. Ya'ni mana shu impulsli harakatda bizda FVG paydo bo'ladi, bilsanglar. O'sha qachonki o'shanaqa impulsli harakatda FVG paydo bo'lsa, mana shu displacement bo'ladi. Ya'ni narxda yana kelsa, mana shu joydan biz ya'ni sellga qarashga qiziqib ko'ramiz. Chunki undan oldin birinchi bizda trend o'zgargan bo'lishi kerak mana. Trend o'zgargan bo'lishi kerak. Masalan, hozir masalan deylik bizda mana bu joyda o'sha high yangilandi va yana bitta yangilangan high. Undan keyin bizda mana oxirgi lowda narx buzib o'tgandan keyin to'g'rimi? Trend o'zgaradi. Trend o'zgargandan keyin bizda narx o'sha trendda ham o'zgarish bor. Qanaqa? Masalan, xo'p, bizda tepaga narx kelgan paytda masalan low bormi? Mana shu lowga tushayotganda mayda kendirlar bu buzadi-yu. Bu o'zi men masalan mana shuni MSS deb unaqa olmayman. MSS qachon yaxshi bo'ladi? Birinchisi bu xo'p, mana narx chiqib o'tgan oxirgi lowga mana shu displacement, ya'ni impulsli harakat bilan buzsa, mana bitta FVG'lar tashlasa, ana o'shanda MSS deb olsak bo'ladi. Unda ham endi men birinchisidan savdoga kirmayman, baribir mana ko'rayotganinglardek. Ikkinchisi o'sha MSS ikkinchisi buzildimi? Shu buzilgandan keyin mana FVG tashladim, mana shu FVG'dan men savdoga kirishimni ma'qul deb bilaman. Undan keyin sizlarga bu maslahatim endi masalan kichkina time frame'da narx MSS bersa, bundan masalan 2 marta o'sha MSS berdimi, bundan kirib ketinglar degani emas. Buni ham o'zini qoidasi bor. Ya'ni qanaqa qoida? Bu narsa katta time frame'dagi ma'lum bir levelda bo'lishi kerak. Yana high time frame hozir yozib qo'yaman. Katta time frame'dagi bizda levelda bo'lsagina ana o'shanda biz kirishimiz mumkin. Xo'p. Bunga misol qilib masalan hozir biz mana bu joyimizda qanaqadir FVG yoki order block bor. Order block nuqtamiz bor va narx 1 soatda deylik buni 1 soatlik masalan H1da. Endi narx bizda pastga tushib kelyapti. Tushib kelgandan keyin bizda mana bu oxirgi highda narx yangiladi, MSS berdi, to'g'rimi? Bizda bu H1da qaysi time frame'ga tushardik? Masalan H1dan tekshirish uchun M5 time frame'ni, to'g'rimi? M5 time frame'da biz mana shuni kutishimiz kerak. Undan keyin buzib o'tdimi? Ana endi pastga atkat beradi. Bu buzganda ham qanaqa mana displacement bilan buzilma FVG bor. Pastga atkat berdi. Mana shu pastga atkatdan keyin yana narx mana shu impuls bilan buzib chiqishini kutish kerak. Mana shu FVG berishini. FVG bergandan keyin uje bizda narx mana shu displacementdan keyin pastga atkat beradi. Atkatdan keyin biz uje kirsak bo'ladi. Ya'ni qatgacha mana shu qatdagidir
nuqtalargacha, masalan, liquidnesslargacha deylik. Liquidness yoki Fiji nuqtalariga mana xuddi shunaqa o'ziga tortadigan nuqtalargacha ishlab olsak bo'ladi. Hop, ana endi sizlar bilan hozir misollar ko'rsataman. Real chartda ana o'shanda tushunishinglar ham osonroq bo'ladi. Hop, bizda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, funt dollar parasida misol ko'rsataman. Bizda katta time frame'da nima bo'lyapti? Mana bu joyda buy side nuqtamiz bor va bizda narx uje pastki trenddan, ya'ni mana shu liquidnessgacha uje chiqishni ko'zlamoqda va bunga ham sabab katta time frame'da, ya'ni daily time frame'ga olsak yoki haftaliklarda ko'rsak, bizda mana shu joyda yaxshi liquidness bor edi. Hop, ana endi bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'chiritda biz displacement bo'lgan joydagi key levellarni qarashimiz kerak. Ya'ni mana shu impuls bergan key levellar. Hop, bizda birinchisi mana bu joyda to'g'rimi impuls berib tepaga qarab ketgan. Lekin bu key levelga kelmagan narx. Va undan tepasidagi agar biz hozir bu joydan mana bu joyga premium discount tortsak, hop, o'z teskari qol. Endi bu premium discountni keyinchalik o'tib beraman. Premium discount tortsak, mana bu joyda hamda bizda bitta model bor. Uni ham adashmasam shu oxirgi kurs oxirlariga yaqin o'rgataman. Ya'ni yaxshi model, mana shu premium discount orqali foydalanish. Hop, bizda xuddi o'sha masalan liquidnessni oldi deylik. Mana bu joyda bizda liquidnessni tozaladi. Bu liquidnessni pastida bizda key level bor edi. Fiji 1 soatda. Ana endi nima qilamiz? 1 soatlikdan biz 5 minutlik o'tib tasdiq qidirishimiz kerak. Hop. 5 minutlik time frame'ga qarasak, hozir men to'g'ri. Men 5 minutlikda yurgizamiz. Hop, qarasak, bizda uje mana bu joyda oxirgi high bo'lyapti. Mana pastga narx tushyapti. Mana tushayotgan joydan Fijilar hurmat qilyapti. Mana shu displacement bo'ladi tushishi. Mana masalan mana bu joyda mana narx mana yerda razvorot berib shuni deb olsak, mana bu joydan razvorot berdi. Chunki mana ko'ryapsizlar, impuls bilan bizga MSS va mana bu joyda Fiji narx Fijidan tushyapti. Yana Fijidan tushib hop, masalan mana shu MSS hop, yana mana xuddi shu ko'rinishda order flow pastga qarab tushyapti. Men buni pastga olib qo'ysam, ana endi bizda oxirgi hay bu bo'lyapti. Hop, bizda hozir katta tankning key levelga kelgan narx, undan oldin liquidnessga yetgan key levelga kelmasdan va bizda hozir birinchi maytdagi targetimiz belgilab qo'ysak, mayset ikkinchi targetimiz tepada. Uni tanasi bilan buzishni kutishimiz kerak. Hop. Men bizda impuls bilan tanasini buzib Fiji qoldirdi. Fiji qoldirgandan keyin oldingi mavzularga qaragan bo'lsak, mana bu joyda bizda long term low bo'ldi, to'g'rimi? Long term, undan keyin short term low va yana short term low. Mana shunaqa ketyapti, lekin hali intermediate yasalmadi. Xolasanglar buzilgandan keyin umuman yana pastga displacement, keyin buzsak
kirgan ma'qul deb bilaman. Yokida agar o'sha mana bunaqa key levelda turgan bo'lib, hamma yo'nalishlar aniq bo'lsa, mana bu Fijidan ham kirsanglar bo'ladi. Hop, yuramiz. Hop, bizda qarasak, ana endi displacement bo'ldi. Displacement bo'lgandan keyin, ya'ni atkat bo'ldi. Atkat lekin bu Fijiga tushmadi. Mana bu Fijiga tushdi-da, tepaga displacement, ya'ni impuls berdi. Impuls bergandan keyin bizda Fiji paydo bo'ldimi? Mana. Mana bu joyda bizda Fiji paydo bo'ldimi? Mana shundan masalan kiramiz. Hop. Stopni mirga 3 qo'yib qo'ysaylik. Hop. Mana endi yurg'izib ko'ramiz. Hozir bizda limitimiz olgan. Yana ko'rsanglar displacement tepaga, ya'ni displacement agar mana bu joyda kirishga qo'rqsanglar, o'sha short term low mana bu joyda ishlagan. Qaranglar. Bu joyda bizda adashmasam hozir. Ha. To'g'ri. Qarasak, mana bu joyda olganda, undan keyin bu short term low, ya'ni intermediate term low bo'lishi, ya'ni short term low kerak. Mana shu short term low bo'ldi. Bu intermediate term low. Masalan, bu joyda ham order block bor ekan. Mana ko'ramiz, yurgizib. Olasizlar, mana shu order blockdan kirsanglar ham bo'ladi. Yana ketdi tepaga narx. Impuls bilan va yana displacement bo'lyapti. Hop, kuzatamiz. Lekin bu yerda Fijimiz pastdagi mana bu Fijidan narx rex olib ketmoqchi. Hop. Mana ko'rayotganinglardek, uje narx bizda targetlarimizni oldi. Mana shu sizda market structure shiftdan foydalanish bo'ladi. Hop, hozir yana bitta example ko'rsaman, faqat kullida bu. Hop, keyingi example. Bizda mana bu daily chart Fiji bor. Kutamiz narx mana shu kelganda reaksiya berishini. Hop, hozircha mana endi ko'rayotganinglardek narx bizda reaksiya beryapti. Va mana bu low'ni yechib bizda ana endi bu high oxirgi qaytdi, to'g'rimi? Chunki mana bu Fijidan qaytyapti. Mana displacement bo'lgan joyda. Va bizda bu oxirgi high bo'lgani uchun mana shu buzilsa bizda market structure shift bo'ladi. Hop, mana bizda uje buzdi narx, buzgandan keyin bizda market structure shiftmi? Ana endi men kulli misolda aytayapman, qanaqa kullidan ham foydalansak bo'ladi. Hop, bizda hozirgi ham buzib o'tdi. Bizning maqsadimiz mana bu high bo'lish kerak, to'g'rimi? Ana endi bizda uje impuls bergandan keyin nima bo'ladi? Atkat bo'ladi. Atkatni ana endi mana shu joyda bu yoqqa tortsak, prime discountni kichkina time frame'da ko'rinadi. Hop, hamda bizda mana yerda order block bor, to'g'rimi? Order blockni hamma bilsa kerak. Bizda order block nuqtamiz bor. Mana shu order blockga kelganda narx reaksiyasidan biz buyga ko'rsak bo'ladi. Hop, ko'rayotganinglar mana narx uje order blockga kelib tepada yopilyapti. Tepada yopilgandan keyin nima bo'ladi? Biz uje tepaga narxni ko'ramiz. Ana birinchi darsimda o'rgatganman qanaqa yopilishiga qarab. Bu key levellarda boshqacha ishlaydi. Sizlar order blockga kelib narx teparoqda yopildimi, uje bu degani, demak, bu order block hurmat qilinyapti yoki 50% dan tepada. Ko'rayotganinglardek, narx uje high chiqdimi? Mayli, uje buni ham o'tkazib yubordinglar, chunki kutmoqchisizlar. Kutgandan keyin mana uje mana buni buzib yopildimi? Bu highni ana endi sizlar buzib yopilgandan keyin nima qilasizlar?
uje mana bu hayga hujum qilsanglar bo'ladi. Aynan Dixie'da ishlamaysizlar, Euro 100'da teskarama chog'. Mana ko'rayotganinglarda narx chiroyli chiqib bergan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shular edi. Hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar kim tushunmagan bo'lsa, savollarni bemalol qoldirishinglar mumkin. Bu mavzular nima derdi? O'zingizlarga yaxshi bo'ladi takrorlasanglar, mana shu displacementlarni aniqlasanglar, qayerda change bo'lgandan keyin, narx o'zgargandan keyin bizda displacementdan narx ketadi. Ana o'shanda sizlar ya'ni short term lovlarni ham shu qo'shib ishlatsanglar, ZK kirishga qo'rqmaysizlar, qayerdan kirishga. Xo'p, hammaga rahmat. Like, comment bosishni unutmanglar, chunki o'sha aytganimdek rekka chiqadi video. Rekka chiqish kerak va iloji boricha do'stinglarga ham tarqatsanglar, mana shu like, commentlar motivatsiya bo'ladi bizga. Rahmat hammaga.